Yaxshimisiz? Qandaq ahvolingiz? Bahar oylaringiz yaxshi o'tayapti? Aldı bilan sizning vlogimning 14-qitimliq sonini men bilan tang huzurlanayotganligingiz uchun chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Hamda bu qitimliq vlogning sizning hozirgi vaqtingizga, buguningizga xushallik, aromlik, tinchlik, madad, ilhom elib kelishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Undaq bo'lsa, vlogimga marhamat. Yaxshimisiz? Kanalıma hoş geldiniz. Ben Eldana. Bu qitimliq vlogimda sizlar bilan ko'rishganim uchun intayin xushalman. Bugun mana 4-oyga kirdik. Havo shundaq yaxshi. Talada aptaplar chiqdi. Uyimga nurmu shundaq yaxshi tushdi. Shunga dal mushu nurning yaxshi vaqtida men o'zim yaxshi ko'radigan bu qiziqishimni sizlar bilan o'rtoqlashqim keldi. Bu qiziqishim bo'lsa, bizning Uyg'urlarimizning burungi hunar san'atlarimizning birisi sargazchilik. Balkim sargazchilik degan bu so'z ko'p sondagilarimizga intayin yangi bo'lgan bo'lishi mumkin. Menmu Uyg'urlarimizning sargazchilik madaniyatining burundan tatiblam intayin kuchli bir madaniyat ekanligini bilganim uzun bo'lmadi. 2014-yili men o'zimningki mushu maqolam tufayli yozayotgan maqolamningki tadqiq qilish obyekti tufayli Qashqar va Xotanga tushdim. Va shu vaqtda tunchi qaytim umrimda tosh basqa degan bu xil narsani ko'rdim. Kigizning to'piga eg'ir toshlar bilan besilgan shu pattern demdik, shakllar ni kigizning to'piga toshlar bilan bosqanni ko'rib intayin hayron qolgandim. Men kichikimdan rostini desam bakchiq Uyg'urlarimizningki urf odatlari yoki bo'lsa urf odati desam to'g'ri bo'lmaydi ekan, an'anaviy san'atlari bilan tanishish fursatiga bek ega bo'lmadim. Keyin o'zimningki kasbim tufayli Qashqarga, Xotanga tushgan vaqtimda mushu xil bizning sargazchilik, kigizchilik, gilamchilik degandek, yung yip egirish degandek mushundaq madaniyatlarni tunish fursatiga ega bo'ldim. Xudoyimga shukr, shu vaqtida o'z ko'zim bilan bizning eng ko'nib iliqi shakllarda toshlar uyulgan ibtidoiy shakldagi basqilarni ko'rdim. Bu basqilar intayin eg'ir ekanda, shunglashqa ko'tirish absiz bo'lgandan keyingilarimiz ularni yog'och bilan uyib chiqishga boshlabdi ekan. Albatta yog'och yenik bo'lganligi uchun ko'tirish oson va yog'ochda uyulgan bu xil shakllarni bakrakcha raxlarga ishlatadi ekan. Bu toshlarda uyulganlar bo'lsa, toshni uyish oson bo'lmaganligi uchun uningki pattern shakllari bek murakkab emas, cho'ngroq va siziqlari to'mroq bo'ldi ekan. Buni kigizchilikda bakrak ishlatildi ekan. Undaq bo'lsa, yog'ochchilikda ishlatganlari dal shundaq bo'ldi ekanda. Men buni ko'rib intayin hayajonlangandim, chunki men o'zim go'zal san'atga bak qiziqaman kichikimdala. Bu xil yog'ochni uyib, o'ygan mushu go'zal bir shaklni raxlarning to'piga besib, o'ziga xos aloyidaligi bor bir raqni o'ttirga ilib chiqish meni bek hayajonlantirgandi. Shunglashqa men bu sargazchilik, bu madaniyatni intayin yoqtirib, hozirgacha 10 yildek bo'ldi. O'zimning turmushimdagi vaqtim chiqsa qiladigan, hatto bu orqali iqtisodiy unum yaratgan bir qiziqishimga aylandi. 2018-yili Turkiyadagi vaqtimda men turklarningki sargazchilik faoliyatida qatnashdim.
Türklerning sargazchilik faoliyatida buni ahshab baskı deydigan, yog'ochda qilgan yog'och basqa va texmo yog'ochdan oddiy shaklda o'zimiz qo'lda uyib chiqa oladigan bir shaklda hammamizninki turmushimizda qulay bo'lsin, qilishimizga aptik bo'lsin deb yana boshqa bir xil materialdimi uydiga u bo'lsa-mu linoleum demdik. Linoleum deyman. Mushu xil material. Bu material ilqi teriga o'xshab qoladi va qilinligi balkim 1 santimetr chiqamiki shunchalik darajada va buni uyushga intayin oson. Uydigan buningki har xil pichoqlari bor. Men birdamlikin ko'rsatib qo'yay. Buni uyib bo'lgandan keyin dal mana shunday bir o'zingiz xohlagan shaklni oldingizga kelalaysizda. Bu endi moda shakldagi yoki bo'lmasa hozirgi zamondagi sargazchilikning davomi desak to'g'ri bo'larmiki deb o'ylayman. Va men buni 2018-yili shu vaqtdagi kursga borgandan keyin o'rganib, shu orqali azroq iqtisodiy unumlarni yaratgan bo'ldim. O'zim yaxshi ko'radigan Uyg'urcha milliy sifat ba'zi bir shakllarni o'ydim. Masalan, do'ppa, atlas, g'uljidagi ko'k uy, andan keyin sirkay, piyola, cho'gin degandek har xil o'xshamaydigan narsalarni o'yib chiqqan bo'ldim va uni raxtning tepiga besib, men undan safletkalarni, dasturxon, andan keyin pashtamal degandek narsalarni tikib o'zim yaxshi ko'rgan do'stlarimga hadiya berdim sovg'uliqqa va ba'zi do'stlarim mendan bizga qilib bersang deb zakaz qilganlar bo'ldi. Shunlashqa turmushimda menga hamroh bo'lgan va hozirmi vaqtim bo'z qilsam bo'ladi deb ichimdan shunday darajada bir davom qilg'im har vaqt bor bo'lgan bir qiziqishim bo'ldi. Shunlashqa sizlar bilan birga o'rtoqlashqim keldi. Xohlaymanki bu qitimda vlogimni sizlarga xushallik, tinchlik, yangicha narsalarni ilib kelgisi. Undaq bo'lsa, hozir billa boshqa materiallarni ko'rib chiqaylik. Andan keyin asta-asta men bu sargazchilik, zamonaviy sargazchilikda nima ishlarni qilamiz, qanday qilgan vaqtida qo'limizga o'zimiz yaxshi ko'rgan san'at asarimizni chiqara olamiz. Shuni sizlar bilan tang o'rtoqlashaman. Ammo men oldi bilan sargazchilikka ketadigan materiallarni sizga bir ko'rsatib o'tay. Avvalan bir stakan choy ichib olay. Çiğim gazrak navat sağandım bek tez optu. Hasal saldım navat depti buna. Anda olsa hazır men sargazchilikka ketadigan materiallarni sizga deb berman. Bu uyda masalan ota-onalar bolalar bilan tang qismi uyinglarga o'zinglarga xos masalan sizlar yaxshi ko'radigan bir rasmni sizib, rasmni bu materialning ustiga qaytadan oddiy bir ko'chirib olgandan keyin andan keyin uyib chiqib, uni bir parcha yo'g'on axborot qog'ozning ustiga bossangizmi yoki bo'lmasa raxtning tepiga bossangizmi, uni ramkaning ichiga ilib qo'ysangizmi, bak ahamiyatli bir aslim bo'lgan bir faoliyatda. Shunlashqa bu hargiz tas yilqi inchiklik talab qilib ketadigan bir ish emas. Albatta sizningki texmo murakkab, texmo mukammal bo'lgan bir san'at asari yaratmaysangiz, uning uchun vaqt ketadi. Ammo oddiy o'tiriblam bir 2-3 soatning ichida qo'lingizga bir narsa chiqa oladigan darajada va mengingizda aram oldirishingiz ham intayin foydali, chunki diqqatingiz butunlay sizning o'ygan vaqtingizda diqqatingiz shu materialning ustida bo'ldi va pichoqda bo'ldi. Unda bo'lsa, materiallar kelgan vaqtida oldi bilan albatta eng muhimi mushu linoleum degan mush materiallar. Bu material
Bu materialni to'rda setib olsangiz bo'ldi. Men ismini pastga shu YouTube'ning kanalimga tushuntirishga yozib qo'yman. Yoki bo'lmasa yana bir xil rubber degan rezingilik material deymiz bu. Bu materialmi bor? Bu material shu Norvegiyadagi nurg'un do'konlarda bor. Undan keyin masalan hobbini qiziqish narsalarni sotadigan, o'qish qurollarini sotadigan, agar siz Turkiyada yashayotgan bo'lsangiz, Turkiyada o'qish qurollari sotadigan yerga kirsangiz bor. Rezinga material. Buni uyish texim oson. Andan keyin men bu yog'ochlarni to'rdan zakaz qilgan. O'zingiz xohlaganni qilib bo'ladi, biroq tanarqibak qimmat to'xtab ketdi ekan. Shunlashqa men yanalam qo'lda o'ygan hissiyatni yaxshi ko'raman, mashinada o'ygan hissiyatdan. Chunki qo'lda o'ygan hissiyat bir azroq qo'pollik bo'lgani bilan bir sizga tamsil qila oladigan bir hissiyatni bera oladi deb qarayman. Andan keyin bo'yoqlar bu xil mushu linoleum paint deb mana ustida bor. Men buni Sestrene Grana degan do'kondan oldim. Butun Skandinaviya davlatlarida va Yevropalarda bor. Bu do'kondan olsangiz bo'ldi, yoki bo'lmasa qiziqish materiallarini sotadigan yo rasm materialdan sotadigan do'konlarda bor. Undan keyin bu materialni ishlatamiz. To'qmoq serilg'ich demdik, uyg'ursini qanday deyishni bilmay qoldim. Bu narsa hisobda bizningki bu uyib bo'lgan va uyib chiqqan mushu shaklimizning to'piga rangni bergan vaqtimizda takshi rangninki mengish uchun yordam qiladi. Biz boshda buni uyimiz, anadagi rang beramiz emasmi? Shu vaqtda asqatadi. Albatta rang tangshash uchun rang taqsingizning bo'lishi yoki bo'lmasa normal bir taqsi bo'lsa, qog'oz taqsangiz bo'lsa, uning rang tangshisangiz bo'ladi. Bu mening yana bir o'zimninki laylagan bir shaklim. Nallaninki. Hozir qo'limda bu gilam do'ppininkini ishlayapman. Bu yerda hozir ko'rinish aniq chiqmaydi. Bosgandan keyin aniq hissiyatini bilalaysiz. Va meningki agar siz vlogimning burungi qismlarini ko'rgan bo'lsangiz, cho'qim esingizda bor deb o'ylayman. Tunji qitimda vlogimni men dal mush sargazchilik qiziqishim bilan boshlagandim va o qitimda mush do'ppini uyib chiqqan jarayon shu yerda bor. Qiziqsangiz ko'rib baqsangiz bo'ldi. Va biz mana shundaq bulut bandoq qaçıgan ishlatadigan mush narsaga ehtiyojimiz bor. Buning rang ichishchanligi yaxshi bo'lganki, rangni qilib bo'lgandan keyin bisib mushuning bilanmi rangni mangdirsangiz bo'ldi, ha? Rangni mangdirsangiz bo'ldi. Uningdan boshqa albatta buni o'ygan vaqtimiz ishlatiladiganға har xil ushliq pichoqlar lazım. Bu shu qiziqish do'konlari sotadi. Buning tepidami linoleum cutting set deb shu kesish quroli demdik, kesish pichoqlari. Shunday pichoqlar bor. Buning uchi har xil inchga, tom, kangri har xil pichoqlar bor. Qo'limdagi materiallar shunchalik. Hozir hammamiz birlikda oldi bilan qanday boshlaymiz shuni bir ko'rib chiqaylik. Hatto unutib qoldim. Boshda albatta qalam, qog'ozga ehtiyojingiz bor. Chunki siz xohlagan rasmni boshda chizib olishingiz kerak. Cho'qim bek tas bir narsa bo'lishining hojati yo'q. Siz o'zingiz yoqtirgan oddiy bo'lsin masalan. Biliqni yaxshi ko'raman. Shunlashqa mening tunji qilgan shaklim badam gullik biliqdi. Biliqninki qusug'ining ichida bir tal badam gul bor. Men buni tunji qitimliq kurs qatnashgan vaqtim uyib chiqqandim. Men uchun ahamiyati shunda cho'ng. Shunlashqa hozirgacha o'zim yaxshi ko'rib ishildim, dasturxonlarimga, sofliklarimga bisib, kiyimga degandek. Undan boshqa do'ppa, g'uljining ko'k uy degandek har xil nimalarim bor. Birdamdan keyin men bisib bo'lgandan keyin ko'zib qo'ysam bo'ldi. Undaq bo'lsa qalam va qog'ozni tayyor qiling. Billa boshlaylik. Undaq bo'lsa hozir sizay sizish qobiliyatim ancha yaxshi emas, qiziqman faqat. Agar siz mendan usti bo'lsangiz, aniq siz cho'qim mendan yaxshisiz.
chiroyli rasmlarni sizib, shularni o'yib, o'zingizningki o'yib chiqqan natijangizni, o'rnigingizni men bilan ham bayirlasangiz intayin xush bo'lman. Undaq bo'lsa, sizishga boshlaylik. Hozir men G'uljidagi ko'k uyninki penceresi, deresini bir sizib olgan bo'ldim. Sizib olganim yaxshi bo'pti ekan, qanchalik cho'ngliqda sizsam naqshlar aniq bo'ldi. Buni biladim hozir. Masalan, bu yerdagi naqshlarga eng kichik nomerli pichqimni ishlatishim kerak ekan. Masalan, bularni chiqarishim azroq tas bo'lishi mumkin. Ama tirishib boqaman. Rasm chiqib ustamas, hamda sizg'inimni bek ikki taraf tang o'xshash shaklda chiqmadi. Biroq men yaxshi ko'raman shundaq mukammal emas bo'lgan narsalarni. Biz insonlik tabiatimizni bek o'tirg'i chiqarib berdi. Zar biz mukammal qilolmaymiz chunki hech qanday narsani. Undan keyin mening qilgan narsam bu sizgan va o'yib chiqqan linoleum asar desam bo'lmaydi, o'rnak menga tava bo'ldi. Shunlashqa men uchun okey. Men o'zim yaxshi ko'rdim hozir qilmish shu holatni. Endi buni men shu oq-ranglik rezinga material ishlataymi? Yoki bo'lmasa bu oq-ranglik rezinga material. Buni ishlatsam bo'ladimi yoki bo'lmasa yana o'xshashlarmi shu linoleum bu materialni ishlatsam bo'ladimi? Sen shikilib qolyapman. Azroq qo'yish baqash oldi bilan kechki tomoq vaqtib qoldi. Tomoqni yeb, anandan keyin qag'inni azroq o'tgandan keyin davomini ko'raman. Mana bir narsa qilsam shuni tepaga chiqib o'tira olamsiz? Hadamsiz, dadaga? Ha? Men kitob o'qisam kitobning tepaga, rasm chizsam rasmning tepaga, ha? Hapsa aşık. Oy men shuni yaxshi ko'raman. Mana. Ko'zni qis ketdi ekan texi. Hozir bundaq bir plastik qilin ambaldek bir narsani qo'ydim. Chunki ustilim butunlay yog'och. Shunga buni qo'ygan vaqtimda ustilimning jijilib ketishidan saqlanğılı bo'ldi. Yana kelib oldingiz-ku. Musha cho'qqi mushada o'tirishingiz kerakmi oppa qarab? Mushkim men ish qilganda men qarab o'tirishni yaxshi ko'rdi. Lara bo'libmi? Odatda Lara yo'ldashim muzika chalsa, muzika chalgan uyda muzikani anglab o'tirishni yaxshi ko'rdi. Men bir narsa to'qisam, mening yonimda o'tirishni yaxshi ko'rdi. Ha bilam. Men yana shu rezinga material ishlatishni qaror qildim. Chunki o'ylab baqsam linoleumningki o'ygan vaqtimda sal qiynalib qolgandekman. Buning cho'ng kichikligimi dal to'g'ri keldi-ku. Shunlashqa buni ishlatishni qaror qildim. Amsa bizningki rasmimiz bu. Rasmni bununğa ko'chirib olamiz. Ko'chirib bo'lgandan keyin qayani o'yimiz, qayani o'ymaymiz. Anandan keyin men deb berma. Bitti. Endi men bu bitgan qulamdagi G'ulji ko'k uyninki derazasini o'yman. O'ygan vaqtimda men xohlagan qism hesabda men qo'limdagi o'rnak bilan tushuntiray. Undaq bo'lsa, masalan, men qo'limdagi atlasni ilib tushuntiray. Men bu qismning tuz qismninki rasmga chiqishini xohlayman. Bu qismlarninki men ilib etgan qismlarimning rasmga chiqishini xohlamayman-da, shunga buni qirib etdim. Hesab men chiqishni xohlaydigan qism qolib qoladi. Men chiqishni xohlamaydigan qismni qirib iltiman.
Kirmek hayvanınız var mı? Bizning ikki mushukimiz bor. Uyqiyotganimizga 3 yildan oshdi. Kichik baby vaqtida kelgandik. Bularning bizga bergan huzuri pek ajoyib. Xudoyim har bir dunyodagi jonliqni alohida qilib yaratibdi ekan. Bir-birimizni to'liqlaydigan, bir-birimizning o'rtamizdagi munosabatni texmo mukammallashtiradigan qilib yaratibdi ekan. Hayvonlarni bo'lsin shundoq. Mushuklarni, itlarni degandek. Ularni shunchalik insonga yaqin, tili bo'lmasimi bir shaklda kishilarga o'zining ko'nglini desam, bek insonlashtirayotgan bo'lib qoldim. O'zining maqsadini tushundira oladigan qilib yaratibdi ekan Xudoyim. Mushlar qarab, tabiatga qarab, o'zimizning atrofimizga muhitlarga qaragan vaqtimda Xudoyim shunchalik rahmat deb ketaman. Masalan, men hozir shunaqa oddiy bir parcha rasm chizdimda, shunchalik xo'shib ketdim. Garchi chiroyli bo'lmasimi, mukammal bo'lmasimi, men o'zim qilganligim uchun shunday hayajonlandim. İlhamlarım qaytadan keldi degandek. Xudoyim butun dunyoni yaratdi. Yo'riqlik, qarong'ulik, dal-daraxtlar, jonivorlar, inson, tabiatdagi barliq jonliqlarning hammani yaratdi. Qanchalik darajada ko'ngli xo'shib ketganda, muqaddas kitobda shunday deydi, yaratilishda kun yo'riqlikni yaratdi, Xudo uni yaxshi dedi deydi. Masalan, jonliqlarni yaratib, Xudo uni yaxshi dedi deydi. Okyanus ichidagi jonivorlarni Xudoyim yaxshi deydi masalan. Yaratgan har bir narsa yaxshida. Biz shunchalik baxtli ekanmiz, shunchalik darajada Xudoning yaratgan yaxshiliklarining ichida yashab yotibdik. Tinch, aromlik, xotirjamlik ichida. Buni o'ylasam, ichimdan shunchalik darajada suyunib ketaman. Albatta, hozirgi jamiyatda dunyoning har bir o'xshamaydigan yerlarida urush, ochliq, farqli ixtiloflar tufayli biz Xudoning yaxshi deb yaratgan bir dunyosini yaxshi emas qilib qo'ydikda. Biroq shunima yana dunyoda nurg'unlagan go'zal narsalar uchun Xudo yaratgan o'sha yaxshi jonliqlar uchun tekbisini qo'shayotgan nurg'un yaxshi odamlarimiz bor. Bularni o'ylagan vaqtimda shunchalik ilhom bo'ladi menga. Mana hozir shamning oldida xotirjam mushkim bilan kechki tomoqni yeb bo'ldik. Yo'ldoshim uxlayotdi. Men bu yerda o'zim yaxshi ko'radigan qiziqishimni sizlar bilan ham bayirlayapman. Bu shunchalik cho'ng bir baxt amaliyotda. Muqaddas kitobda shunday bir so'z bor, jumla bor. Barliq yukinglarni menga topshiringlar, men sizlarga oromlik beray deydi. Degan sizlar, Xudo har vaqt biz uchun yukimizni, ustimizdagi barliq ig'irchiligimizni, yuragimizdagi azoblarni, o'tmishimizdagi barliq bizning qayg'ularimizni va kelajakka bo'lgan ansirashlarimizning hammani ko'tarib mong'ichida. Chunki bizning yaxshi bo'lishimizni xohlaydi. Shunlashqa agar hayotingizda har qanday sizni bearam qilayotgan, xotirjamsizlik yaratayotgan ishlar bo'lsa, ustimizga ishlarning hammani Xudoyim topshirib deylik. Qo'limizni ching siqib olmay ichib qo'yayotgan vaqtimizda anondikin deyalayotganmiz. Men yana andish qilaman, nurg'un andishlarim bor. Kelajakda masalan
Apam dadamlar bilan qachon ko'rishaman, biz hayotimiz qanday bo'lar degandek andishlarni qilaman albatta. Biroq Xudoyimga topshirgan vaqtimda yuragimda boshqacha bir tinchlik keladi. Abaytdan muqaddas kitobdan men deb o'tgan oyatga o'xshash Xudoyimning va'dasida bizga tinchlik beraman degan bir va'dasi bor. Shunlashqa Xudoyimga rahmat ish qilib, shunaqa esil va'dalar orqali bizning hayotimizda davomli ishlab, hayotimiz o'zininki bizga qanchalik darajada ajr singdirganligi, bizni qanchalik darajada suydiganligini har bir kichik barliq, har bir kichik jonliqdan ifodalab berganiga bularni o'ylasam yuragim shunchalik darajada xo'shib ketadi. Masalan, men hozir oddiy bir narsa qildimda, o'zim qildim. Shunchalik hayajonga ketib borman. Buning bitib chiqishini xohlayman. Xudo yaxshi deb yaratgan bu dunyo, Xudo yaxshi deb yaratgan bizlar Xudo uchun shunchalik muhimda. Xudo bizningki uni oldiga kelishimizni, uni tunishimizni, uni bilan yaqin bo'lishimizni, uni bilan bir chin munosabatda bo'lishimizni xohlaydi-da. Xuddi biz o'zimiz qo'limizda qilgan har qanday bir narsamizni avaylab, asrab, suyib qilganga o'xshash. Azroq so'zligim kelib qolgan o'xshaydi. Qarang qo'yganda. Anglab berganingizga rahmat. Hozir men buni texib bitirib bo'lamadim. Azroq vaqt ketadigan o'xshaydi. Bugun kechda o'tirib uydigan qismlarimni uyib bo'lman. Xudoyim buyursa, davomli oxirgi qismini videoga ilib sizlar bilan hamma yerlishima. Taxosa bugun mishagichi bo'lsin. Yo'q, bugun mishagichi bo'lsin desam xali deb qoldik. Taxos davomini ko'ring. Yaxshimisiz? Yana bir aptab chiqqan go'zal bir shanbada men oxiri qo'limdagi bu o'rnakimni bitirdim. Undaq bo'lsa, bugun mush o'rnakning oldi bilan men qog'ozga bir sinab boqaman. Buning rangi, anandagi shakli qanday chiqadi, boshda bir ko'rib boqaylik. Agar bu muvaffaqiyatli chiqsa, anandagi davomli buni mening qo'limda bir qancha parcha o'zim tayyorlab qo'ygan kichik sofletka, anandin keyin dasturxonlarim bor. Shularga besib sinab boqamiz. Taq bo'lsamiz birlikda bugungi shakar shanbamizni yaxshi o'tkazaylik. Undaq bo'lsa, oldi bilan bu yoqni tanishaymiz. Bu yoqni tanishishni meningcha hammamiz bilamiz deb qarayman. G'uljining ko'k uyda men qiniq rangli ko'k rang va oq rang ikkisini aralashtirib ishlatmoqchi. Chunki bu ko'kning rangi bak qiniq, shunlash oq bilan aralashtirgan vaqtimda rangi suzuk, dal shu bizningki g'uljining ko'k uyining rangi chiqadi deb o'ylayman. Daqqa sinab boqaylik boshda. Men oldi bilan kichikroq bir meningki burunqi bu ishlatgan modellarimning orasidagi kichikroq bir narsa sinab boqsam, masalan, hozir bu sirkayda sinab boqsam bo'ldi va qo'lingizningki maynat bo'lib ketishini asirmisingiz, bu xil kichik bulut bilan, qochuydigan bulut bilan ishchirib rangni buning to'piga bundaq asta-asta shaklda ishchirib uningdan bossangiz bo'ldi. Okay. Undaq bo'lsa, men hozir sirkayga rangni ishchirib oldim. Endi buni men qo'limdagi oq rangli qog'ozga bir besib ko'rib boqay. Mana
bir sirkayninki shekli chiqdi ya. Buni ichirgan vaqtimizda intayinliqi cho'ktirib ichirib etmaymiz, ha? Asta yuz tarafini lam, shu yuz qismini lam ichirib, intayin asta biraqni balsak bo'ldi, ha? Hozir qo'limdagi bu narsani qilib oldim, ha? Rangni ichirib oldim. Rangni ichirib olgandan keyin intayin tez shaklda rang qurib qolmasunda qog'ozimizning to'piga bosamiz va to'pini ching tutib turamiz, ha? Agar qo'lingizda eg'irroq bir narsangiz bo'lsa, mana shunda qilib bir mangdirib olsangiz ham bo'ladi. Menga chiroyli chiqibdi. Qarang. Siz qanday qaraysiz? Abaydan qo'limdagi bir necha burun qilgan o'rnaklarimni sizlarga ko'rsatgim kelib, bu o'rnaklarning qog'ozdagi holati qanday chiqadi, shularni bir sizlarga ko'rsatish uchun qog'ozga besib chiqdim. Qo'limdagisi bu atlas. Atlasninki bosqandan keyingi holati mana shunday chiqadi. Undan keyin doppaninkini men burun tunji qitimliq vlogimda sizlarga ko'rsatgan edim. Birinchi qitimliq epizodni ko'rib baqsangiz bo'ldi. Buni men intayin yaxshi ko'raman. Mana bu bir dotachavotgan Solxay odamninki o'rniki. Bu qilibni yaxshi ko'rib ishiltaman doim. Hamda bu yangi uyib chiqqanimiz bo'lsa, G'uljininki ko'k uyi. Undaq bo'lsa, hozir G'uljining ko'k uyini mening qo'limda shunday chiroyli bir dasturxonim bor. Shu dasturxonning ustiga bosamiz. Undaq bo'lsa, dasturxonning to'piga bosgan vaqtda nimalarga diqqat qilamiz degan vaqtda sizning ishlatgan materialingiz, raqning materiali 100% 100% paxta yoki 100% kandir raq bo'lsa intayin yaxshi. Chunki 30 gradus suvda yuvgandan keyin raqingizning to'pidagi bosgan rasmingiz o'chib ketmaydi. Chunki polyester narsalarning to'piga bosgan narsa ranglar asosan chiqib ketadi. Yuvgandan keyin chiqib ketadi. Agar raqingizning materialda polyester aralashgan bo'lsa, shunlashqa 100% paxtaraq yoki 100% kandir raqni tanlasangiz, sizningki ishlatgan materialingiz zoy ketmaydi, uzun mezgil ishlatalaysiz. 1 2 3 Basqan vaqtimizda yana bir muhim nuqta. Basqandan keyin sizningki bu o'rnigingiz yo'tkilib ketmaslik kerak. Agar yo'tkilib ketsa, rasmmi yo'tkilib ketadi, bu yoq yo'tkilib ketadi hisobda. Shuning bilan chiroyli chiqmay qoldi. Tang. Mening chiroyli chiqibdi. Yaxshimisiz? Bugun oxiri bu dasturxonni bitlagan bo'ldik. Ustidagi bosgan G'ulji ko'k uyninki, derizininki qilipi va o'ttir qismiga bosgan cho'gun bilan sirkayninki qilipi biraqur ranglari tutdi. Hech qanday bir yerda rangning ko'chib ketish yoki bo'lmasa yutkilib ketish ahvoli yo'q. Shunaq yaxshi ranglar muqimlashdi. Endi buning ustiga men bir dal oq ranglik dark yoki bo'lmasa normal bir rangni qo'yib dazmol silib olsam, bu meningki ishlatishimga tayyor bo'ldi. Xudoyim buyursa, yo'ldoshim qaytib kelgan vaqtda bu istalni chiroyli tayyorlab kechki tomoqni yeb bo'lgandan keyin birga muqaddas kitob o'qish vaqtimizni dasturxonim bilan birga o'tkazishni o'ylashdim.
Özümninki qo'limda qilgan narsalarimni oldi bilan albatta eng yaxshi kelgan yo'ldoshim bilan bayrlashni bek yoqtirman. Chunki yo'ldoshimning yaqindan meniki barliq qilgan har bir kichik ishimga bo'lgan ilhomlantirishi, meni suyundirishi men uchun bek muhim. Bularni har qaytim o'ylagan vaqtimda boshqacha menga madad bo'ladi, davomliq özümning qilayotgan ishlarimning ahamiyatini texim cho'nqur his qilaman. Albatta qilgan ishimizni qilib bo'lgandan keyin o'zimiz xush bo'lamiz. Biroq meningcha o'zimiz xush bo'lishdan yana bekrak o'zimiz sevgan odamlarni xush qilishim bek muhim deb qarayman. Abaydan dasturxonni bu yerga qo'yg'ash tuyuqsiz kallamga bir uyg'urcha bir narsa o'qish ahlim kelib qoldi. Albatta ben muqaddas kitobni uyg'urcha o'qiyman odatda. Muqaddas kitobni va Zabur meni eng yaxshi ko'radigan qismlardan biri. Davud payg'ambarningki Xudoga bo'lgan nolisi, duosi degandek qismlarni o'qishni intayin yaxshi ko'raman. Uningdan sirt o'zim bek yaxshi ko'radigan yozuvchilardan, Uyg'ur yozuvchilarimizdan mutafakkir olimimiz Abdushukur Muhammad Iminninki bu she'ri esimga kelib qoldi. Chunki bahar keldi, bahar bilan munosabatlik bir narsa o'qig'im kelgandi. O'ylab baqsam bu kitobida bir yana o'qiganimda menga bek ta'sir qilgan. Oddiy bir she'r, biroq yuragimni shunday illatgandi. Bugun qarsam havo dal baharning boshlang'ichi, 4-oyni Uyg'urchada umid deydi ekanmiz. Xalaymanki bu 4-oy bahar fasli, yoz hammamizga illiqlikdan boshqa, issiq, illiq, go'zal havodan boshqa yangi bir umid ilib kelgisi, turmushimizda arzu, istaklarimizning bo'lishi bek muhim. Xuddi qish vaqtida barliq saqlab qolgan energiyamizni yoz bo'lganda bir axlam po'raklab ichildirganga o'xshash, ichimizdagi yuragimizdagi arzularimizning po'raklaydigan vaqtini kutish, onunğa bo'lgan intizorlik bizga boshqacha ilhom va madad etib keldi deb qarayman. Shunlashqa bir oddiy bir she'rni sizlarga o'qib bergim keldi. Abdushukur Muhammad Iminninki Yarqin aslima men va mening xalqim degan kitobininki 202-betidagi bir qism. Taqdirning bisharati. Qaysi quyoshning nuri u, qalbimga baxsh etgan bahor. Qaysi baharning guli u, to'kkan muhabbatdan ibar. 4 misralik intayin oddiy bir she'r ekan, biroq bu she'rni o'qigan vaqtimda har bir misrani cho'nqur o'ylashib ko'rib baqdim. Qaysi quyoshning nuri u, qalbimga baxsh etgan bahor. Bu yerda albatta Abdushukur Muhammad Imin ayoli Ra'no xonimga atab yozgan she'ri. Ammo lekin men buni o'ylagan vaqtimda mening ko'nglimga muhabbat nuridan boshqa yana Xudoyimning bizga bergan illiq bahorning nuri bo'lsin. İçimizni yo'ritgan Xudoning haqiqiy ilib kelgan nuri eng oldida esimga keldi. Chunki mencha ichimizda illiq bir haqiqiy nur bo'lgan vaqtda bu illiq nurni boshqalarga yetkiza olamiz. İchimizda qorong'ulik ko'paygan sari biz o'zimizni xaroblashib ketamiz. Ideyalarimiz bo'lgan sari tarlashib ketadi deb o'ylayman. Shunlashqa mushu bahor oyida xuddi oftobning bergan shu illiq nurga o'xshash yuragimizmi Xudoning nuri bilan, haqiqiy Parvardigorning nuri bilan parlasin deb umid qilaman. Hammamizningki bahor oyimiz go'zal o'tsin. Har bir kunimiz Xudoning xotirjamligi bilan huzur ichida o'tsin. Rahmat sizga. Meningki vlogimni davomli yaxshi ko'rib, men bilan birga boshdan oxiri bu qismni boshdan oxiri ko'rib chiqqaningizga chin ko'nglimdan tashakkur etaman. Keyingi qitimliq sonda texmo yaxshi mazmunlar bilan siz bilan ko'rishni xohlayman. Kunlaringiz yaxshi bo'lsin. Omon bo'ling. Xayr xo'sh.